Agar siz ham ozgina mahsulotdan, ya'ni faqat bodringni o'zidan shunaqangi sochli, mazali salat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, unda diqqat bilan tinglang. Birinchi bolalardan yashirib qo'ygan dadamizning sevimli pichog'ini olib olamiz. Ikkinchi bo'lib, zo'r eshitilishi uchun taxtacha bilan pichoqni mana shunday tar qilib qo'yamiz. Tozalab qo'yilgan piyozni chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Joyida g'irt qilib eshitilishi kerak. Piyoz ziravorlarimizni hammasini bir idishga solamiz. Tomat bankasini esa Superwoman'ga o'xshab bittada ochamiz. Qaranglar, lekin bittada ochmasanglar salatga o'xshamaydi. Tomatdan keyin esa ozgina chili sovuramiz. Keyin esa paprika solamiz. Xullas, uylarda bor ziravorlardan ishlataveringlar. Keyin esa kunjut sovurdim. Kunjut juda kamdek tuyuldi. Oley deb yana qo'shib yubordim. Shu joyda sarimsoq maydaladiganni qidirgani ketgan mana topdim. Sarimsoq jonivaram xalqga yotaverib qurib qolibdi. Lekin mayli amalladim. Ko'p so'saga ham bo'lmaydi-da. Metroda yolg'iz ketish xohlamayman. Endi esa tozalangan bodringlarimizni birma-bir qilichdan o'tkazishni boshlaymiz. Qopqog'ini ham puting qilib bittada ochamiz. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Yog'ni qizdirib, masalliqlarni ustidan solamiz. Keyin esa aralashtirib, bodringga aralashtiramiz. Mazasi qanday bo'ldi ekan deb totib ko'rsam, juda tuz ekan. Tuz solish esimdan chiqdi. Tuzni ham qo'shib yubordim. Yoqimli ishtaha. Obuna bo'lishni unutmang azizlar.